Avstraliya Baş ministri Scott Morrison 17 fevral Arafura dengizida Xitoy armiyasining Avstraliya havo armiyasining Boeing P-68 tipidagi kurashchi aeroplaniga harbiy darajalik lazer ishlatishning kishini andishiga soladiganligini aytdi. Morrison Xitoy paroxodini beparvolik va mas'uliyatsizlik bilan aybladi. Morrison lazer etishning qo'rqitish harakati ekanligini, aeroplanni harakatdan qoldirib, aeroplandagi barliq xodimlarning hayotiga xavf elib keladiganligini aytdi. Gollandiya Tashqi ishlar ministrligi ijtimoiy taratquv to'g'rida e'lon qilgan bayonotida bugun bexatarlikni ko'zda tutib, Kiyevdagi bosh elchixonaning faoliyatini vaqtincha Lvivdagi Gollandiya yig'in nuqtasiga yo'tkash qaror qilindi dedi. Shuning bilan birga Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti Ukrainada vazifa o'tayotgan xodimlarni poytaxt Kiyevdan g'arbdagi Lviv va Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotining bosh organi joylashgan Biryosilga yo'tkadi. Tayvan diplomatiya ministri Joseph Wu munda dedi. Xitoy hozir iqtisodiy va osonlik millatlarning huquqiy jihatda qiyin o'tganini boshdan kechiryotdi. Bu balkim Xitoyning yangi bir Tayvan krizisi chiqarishiga sabab bo'lishi mumkin dedi. Xitoyning Tayvan krizisi orqali davlat ichi va tashqi siyosatini boshqa bir nuqtaga yo'tkashga tirishadiganligini ta'kidlagan Wu, Tayvanning bu xil ahvolga duch kelganda har qanday tahdidga taqobil turish kuchining borligini aytdi. Fransiyaning harbiy qismlarini chekindirish qarori Malida xo'shallik bilan qarshilandi. Igilanicha chekingan askarlar Nigerga o'rnashtirilgan. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron 17 va 18 fevral kunlari Biryosilda o'tkazilgan Yevropa Ittifoqi Afrika boshliqlar yig'inida 4-oydan 6-oygacha Malidagi Barxan va Takubadan askarlarini chekindirganligini e'lon qilgan edi. Germaniya davlat mudofaa ministri Germaniyaning mudofaa chiqimini oshirganligini aytdi. Lambrecht 58 navbatlik Myunxen bexatarlik yig'inining oxirgi kuni o'tkazilgan Yevropaning tashqi va bexatarlik siyosiy suhbati yig'iniga qatnashgan bo'lib, u biz ishonchli sherik deganimizda muvofiq mablag'ning bo'lishiga kafolatlik qilishimiz kerak dedi. Turkiyadagi Xitoyparast Vatan partiyasining raisi Doğu Perinçekning arz qilishi bilan Sharqi Turkiston da'vosidagi muhim shaxslarning biri bo'lgan Setim Turk apandi 1 yil 8 oylik qamoqqa hukm qilingan. Egillanishicha, Sharqi Turkiston madaniyat va hamkorlik jamiyati Doğu Perinçekning Uyg'urlarga haqorat qilgan so'zlari sababli da'vo ochgan bo'lib, ommaviy taratquv hisobida e'lon qilingan arznamada Doğu Perinçekning adresi yozilgan bo'lg'achqa, Setim Turk apandi shaxsiy sirni oshkorlash bilan ayblanib qamoqqa hukm qilingan. Setim Turk apandi Twitter hisobida bayonot e'lon qilib, advokatlarning bugun norozilik arzi sunadiganligini, o'zining hozir erkin ekanligini va Turkiya davlatining adolatiga ishonadiganligini hamda Sharqi Turkiston da'vosida ko'rishini davomlashtirganligini bildirdi.